Dasturimiz davomida tezkor O'zbekiston qamoqxonalarida qancha mahbuslar saqlanayotganligi ochiqlandi. Afg'oniston toliblarni ozod qilishni zudlik bilan to'xtatdi. Bunga nima sabab bo'lmoqda? Toshkent-O'sh yo'lida yuk mashinasi poyezd bilan to'qnashib ketdi. To'qnashuv qanday yuz bergan edi? Koronavirusdan vafot etgan bemorlar qay tartibda dafn qilinishi ma'lum qilindi. Yangilik: bugundan O'zbekistonda masjidlar qayta ochildi va ilk juma namozlari ham ado etildi. Urgutda noqonuniy kabutar ovlagan fuqaro qimmatga tushdi. Batafsil videoda. Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ridan-to'g'ri Samarqandga olib kelish uchun qo'shimcha 4 ta reys tasdiqlandi. Batafsil ma'lumotlar. Tezkor O'zbekiston qamoqxonalarida qancha mahbuslar saqlanayotganligi ochiqlandi. Joriy yil 22-mayda Vazirlar Mahkamasining ichki ishlar organlarining ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lgan jazoni ijro etish faoliyatining ochiqligi va oshkoraliligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ichki ishlar vaziri general-leytenant Po'lat Bobojonovning O'zA muxbiri bilan suhbatda aytishicha, ushbu hukumat qarori prezidentning topshirig'i bo'yicha tizimda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash maqsadida qabul qilingan. Londonda joylashgan qamoqxonalarni tadqiq qilish xalqaro markazi tomonidan 2019-yilda e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, respublikamizda har 100 ming aholiga 150 nafar jazo o'tayotgan shaxs to'g'ri kelishi, tizimda 43,9 ming nafar shaxs saqlanayotganligi ko'rsatilib, O'zbekiston bu borada 222 davlat bo'yicha 105-o'rinni egallagan, dedi vazir. Po'lat Bobojonovning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlar, jinoyat va jinoyat ijroiya qonunchiligining liberallashtirilishi natijasida so'nggi 10 yillikda jazo muddatini o'tayotgan shaxslar soni keskin qisqardi. Real holatga ko'ra, bugungi kunda jazoni ijro etish tizimidagi mahkumlar soni 22,9 ming nafarni tashkil etib, har 100 ming aholi soniga nisbatan 67 nafar shaxs to'g'ri keladi. Ushbu ma'lumotlarning ochiqlanishi O'zbekistonning mazkur ro'yxatdagi ko'rsatkichi 70 pog'onaga yaxshilanishini ko'rsatadi. Hozirda Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tasarrufida 43 ta jazoni ijro etish muassasasi va 11 ta tergov hibsxonasi mavjud. Muassasalarning 18 tasi yopiq turdagi koloniya va 25 tasi manzil koloniya hisoblanadi. Jazoni ijro etish tizimidagi koloniyalarning sig'imiga nisbatan saqlanayotganlar ko'rsatkichi 56,4% ni tashkil qilmoqda, dedi Ichki ishlar vazirligi rahbari. Jazoni ijro etish muassasalarining ishlab chiqarish faoliyati, ishlab chiqarilayotgan tovar mahsulotlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham bundan buyon rasmiy saytlarda e'lon qilib boriladi. Bundan tashqari jazoni ijro etish muassasalari va tergov hibsxonalarida saqlanayotgan shaxslar orasidagi o'lim holatlari hamda tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llaniladigan shaxslar soni to'g'risidagi ma'lumotlar ham endilikda maxfiy sanalmaydi. Bu o'rinda aytib o'tish joizki, jazoni ijro etish muassasalariga qarashli korxonalarda 100 dan ortiq turdagi mahsulot ishlab chiqarilmoqda. Mehnatga layoqatli mahkumlarning 80% ga yaqini foydali mehnatga jalb qilingan. 2019-yil va joriy yilning o'tgan davri davomida 3559 yangi ish o'rni yaratilib, 1352 nafar mahkum mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitildi va ularga tegishli sertifikatlar berildi, dedi vazir. Qayd etilishicha, 2020-yilning o'tgan 7 oyi mobaynida shunday korxonalar tomonidan 100,4 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Ishlayotgan har bir mahkumga o'rtacha 700-800 ming so'm, ayrim mutaxassisliklar bo'yicha esa 1,5-2 million so'mgacha oylik maosh berilmoqda. Avvalroq 2020-yilda Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi xizmati fuqarolarni noqonuniy ushlab, zo'ravonlik qilish bilan bog'liq 5 ta holatni aniqlagani xabar berilgandi. Afg'oniston toliblarni ozod qilishni zudlik bilan to'xtatdi. Bunga nima sabab bo'lmoqda? Afg'oniston hukumati Tolibon harakatining turmalarida qolayotgan 400 nafar tarafdorini ozodlikka chiqarish jarayonini AQSh, Fransiya va Avstraliyaning noroziligi sababli to'xtatdi. Ushbu davlatlar ozodlikka chiqarilayotgan bir necha mahbus bo'yicha e'tiroz bildirilgan. Tolo News telekanalining xabar berishicha, gap 7-10 mahbus haqida bormoqda. Ta'kidlanishicha, ular Afg'onistonda e'tiroz bildirayotgan davlatlar fuqarolarni o'ldirishga aloqador. Mahbuslarni ozod qilish jarayoni teraktlar tayyorlash, ommaviy qotilliklar, giyohvand moddalar kontrabandasi kabi jiddiy jinoyatlarga aloqador 7-10 mahbus sababli ushlanmoqda. Bizning ma'lumotlarga ko'ra, toliblarga bu shaxslarning ozodlikka chiqish uchun millionlab dollar to'langan. Vaholanki ulardan ba'zilari hattoki Tolibon a'zolari hisoblanishmaydi, deb ma'lum qilgan mutaxassis Solih Muhammad Registoniy.
Afg'oniston hukumati ma'lumotlariga ko'ra 400 kishidan 156 mahbus o'lim jazosiga hukm qilingan, 105 nafari qotillikda, 34 nafari odamlar o'g'irlashda, 51 nafari giyohvand modda kontrabandasida ayblanmoqda. Shuningdek, yana 44 nafar mahbus Afg'oniston va uning ittifoqdoshlari qora ro'yxatida turadi. 6 nafar mahbus esa bir qator jinoyatlarda ayblangan. 14-avgustda Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi 400 ta Tolibonni ozod qilishni boshlagan. Fevralda AQSh va Tolibon o'rtasida tinchlik sulhi imzolangan. Unda Afg'onistondan xorijiy qo'shinlarning asta-sekin olib chiqilishi, ikki tomondan asirlarning ozod qilinishi va toliblar ishtirokida yangi hukumat tashkil etilishi ko'zda tutilgan. Koronavirusdan vafot etgan bemorlar qay tartibda dafn qilinishi ma'lum qilindi. Koronavirusdan vafot etgan bemorlarni dafn etish jarayonlari Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi xodimlari ishtirokida amalga oshiriladi. Koronavirusdan vafot etgan bemorning dafn marosimi qat'iy belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Internetda tarqatilayotgan turli mish-mishlarga ishonmang, deb xabar qilmoqda Sog'liqni saqlash vazirligi. Birinchidan, jasadni uning yaqinlariga berish jarayoniga davolovchi shifokor aralashmaydi. Agar bemor shifoxonada vafot etsa, hech qachon biror shifokor uni shunday chiqarib yaqinlariga berib yubora olmaydi. Bunday holat yuz bergan taqdirda o'sha xodimga nisbatan chora ko'riladi. Ikkinchidan, barcha ishlar patologik anatomiya muassasasida belgilangan tartibda bajariladi. Qolaversa, muassasa xodimlari jasadni o'rashdan oldin albatta uning yuzini yaqinlariga ko'rsatib, aniqlik kiritadi. Barcha jarayonlar hujjatda to'la aks etadi, deydi Respublika patologik anatomiya markazi direktori professor Rajabboy Isroilov. Hozirgi kunda koronavirusdan vafot etgan bemorlarni dafn etish jarayonlari Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik agentligi xodimlari ishtirokida amalga oshiriladi. Eslatib o'tamiz, biroz oldin O'zbekiston musulmonlar idorasi ulamolar kengashi a'zosi Mirza Maqsud Alimov ham ushbu vaziyatga doir maxsus yo'riqnomalar haqida xabar qilgan edi. Xususan, agar mayyit tibbiy xodimlar tomonidan maxsus matolar bilan o'rab qo'yilgan bo'lsa, ularni tibbiy xavfsizlik nuqtai nazaridan ochish mumkin emas. Bunda mayyitni qayta g'usl qilish shart bo'lmaydi. Janoza namozi uzog'i bilan 5-7 daqiqa davom etishi lozim. Janozada sog'lig'i zaif, keksalar va yosh bolalar ishtirok etmasliklari kerak. Qatnashuvchilar ijtimoiy masofani saqlashlari muhim, degan edi kengash a'zosi. Yangilik: bugundan O'zbekistonda masjidlar qayta ochildi va ilk juma namozlari ham ado etildi. Jamoa namozlari barcha sanitariya choralariga amal qilgan holda ishlaydi. U yerda niqob va qo'lqop taqish, ijtimoiy masofa saqlash, tana haroratini o'lchash choralariga qat'iy rioya qilish kerak bo'ladi. Bugundan O'zbekistonda masjid, cherkov va boshqa diniy muassasalar jamoat tadbirlarini o'tkazish uchun ochildi. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasi qarori e'lon qilindi. Diniy muassasalarda jamoat tadbirlari o'tkazish davomida barcha sanitariya qoidalariga rioya qilish talabi saqlanib qolingan. Masjid va cherkovlarga kelgan fuqarolar niqob va qo'lqop taqish, ijtimoiy masofa saqlash, tana haroratini o'lchash choralariga qat'iy rioya qilishlari kerak bo'ladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi xabariga ko'ra, 5 oydan ortiq kutilgan jamoa namozlari fayzli o'tgan. 17-avgust kuni bomdod jamoa namozi respublikaning bir necha masjidlarida bo'lib o'tgan. Namozdan so'ng imom domlalar respublika rahbarlariga O'zbekiston xalqi haqida duoyi xayrlar qilishgan. Eslatib o'tamiz, respublika maxsus komissiyasi juma, shanba va yakshanba kunlari juma namozlari va boshqa yirik ommaviy diniy marosimlar o'tkazishga hozircha ruxsat bermagan. Rossiyadagi muhojirlarni to'g'ridan-to'g'ri Samarqandga olib kelish uchun qo'shimcha 4 ta reys tasdiqlandi. Xorijda navbat kutayotgan o'zbekistonliklarni vataniga qaytarish uchun navbatdagi charter reyslar jadvali e'lon qilindi. O'zbekiston maxsus komissiyasi tasdiqlagan jadvalga ko'ra, AQSh, Janubiy Koreya, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Belarusdagi vatandoshlar qaytariladi. O'zbekiston transport vazirligining ma'lum qilishicha, 15-avgustdan 30-avgustga qadar 23 ta reys uyushtiriladi. Bu gal charter reyslarning 4 tasi Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg va Qozon shaharlaridan to'g'ri Samarqandga qaytadi. 16-avgust soat 10:00 holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 34.944 nafarga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, yangi kasallanish holatlarining 189 nafari Toshkent shahrida, 41 nafari Samarqand, 6 nafari Qoraqalpog'iston, 5 nafari Namangan hamda 2 nafari Xorazm viloyatida. So'nggi soatlar ichida Shayxontohur tumanida yashagan 66 yoshli ayol hamda Chilonzor tumanida yashagan 71 yoshli erkak bemor vafot etgan. Hozir mamlakat bo'ylab 4673 nafar bemor davolanmoqda.
Ulardan 1021 nafari og'ir, 285 nafari esa o'ta og'ir ahvolda ekani ma'lum qilindi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular.